Xo'p, o'tgan safargi xatoni to'g'rilashdan boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yurtdoshlar. 18-may Uzun tumandagi dala maydonimizda o'tgan safargi xato deganim traktor kelgan paytda shoshib mana bunaqa 10 litrlik satrlarga yoki 10 litrlik plastmassa idishlarga o'simliklarni himoya qilish vositalari bo'ladimi yoki o'simliklarni rivojlantiruvchi stimulyatorlari bo'ladimi? Hammasini to'g'ridan to'g'ri bochkaga qo'shgandik. Eslasalaringiz, o'tgan safargi dasturimizni bu safar o'sha xatoni to'g'rilayapmiz. 10 litrlik idish, 10 litrlik idishga 8 litr bo'ladimi, 10 litr bo'ladimi, mana himoya qilish vositalaridan apraklaym qo'shdik. Apraklaymni o'zini yaxshilab aralashtiramiz va keyin katta bochkaga qo'shiladi. Endi bundan tashqari Beraket Agro kompaniyasining Propizen, Gumyor, Infen o'g'itlari bor. Bularni ham har bittasini alohida 10 litrlik mana bu satlimizda aralashtirib turib, keyin katta bochkaga qo'shamiz. Aratemiz bor, himoya qilish vositalari, qurtlarga qarshi apraklaymimiz bor. Har bittasini alohida aralashtirib, demak katta bochkamizga qo'shamiz. Undan tashqari bitta mutaxassislar bilan maslahat qilib, bugun shelatalni qo'shdik. Shelatal suvni pH-ini tushiradi. Hozir babayni xotir sizlarga nimaganligini tushuntirib beraman. Hozir yarim kilo proklaymni 10 litrlik suvga aralashtirib oldik. Xatomizni to'g'rilash deganimiz. Har bittasini alohida mana 2 gektarlik dala maydonimiz. Chopyapti qizlar narigi tomondagi chopiq bo'ladigan joylarni chopib tugatib kelishdi. Hozir dastur davomida chopilgan joylardan ko'rsatamiz. Nimani ham aytib o'tmoqchidim. Mana Doniyor akani ko'rsatdik. Doniyor aka quyapsizmi? Eritdimi? Yaxshi bitta ko'rsatingchi. Yaxshilab eritib oling, unday qolmasin tagida. Mana bochkaga yaxshilab eritilgan holda. U siyalkada ekildi-ku, ayrim joylari yaxshi, yigitlar hali shoshilishib kechqurun ham ekdi. Bilmadim, balkim bizning yerimiz yaxshi tayyor bo'lmagani hisobidanmi. Orada chiqmagan joylari rosa ko'p. Birinchi minusi ana mayda ruchni qo'lda surib ekadigan siyalkani. Ikkinchisi bir joyga ko'p tashlab yurar ekan. U yaxshi emas. Bu yerda ikkita turibdi. Men bir xil joylarda 4 ta 5 taliklari ham bor. Mana bu yerda ham 2 ta. Mana bu yerda ham 2 ta. Mana bu yerda 3 ta. Yoki 4 ta. 4 ta ekan. Bu bitta hisobida yuradi. Gerbisid sepishda o'rniga chopiq qilishga qaror qildik. Sal mana bu yerdagi qatqaloqlar ketganini hisobiga ildiz gazini kislorod kiradi, rivojlantiradi. Kislorod kirgandan keyin yaxshi rivojlanadi. Hozir rejamiz bo'yicha bugun bularga himoya qilish vositalarini sepib gektar hisobida 300 kilo azot beramiz, kimdir selitra deydi. Xullas, ruchnoy siyalkani masalasida agar yer yaxshi tekis tayyor bo'lgan bo'lsa, kesak bo'lmasa yaxshi ekan. Ozgina kesakliroq yeringiz bo'lsa, yonboshga tushib ketar ekan. Uni ustiga bizga yigitlar kechga qolib ketib, kechqurun bilan ekkan. Ayniqsa kechqurunga o'tib ekkan joylarda juda muammoli joylari ko'p mana. Bu yoqlarda ham. Shuning uchun iloji boricha tavsiya, hozir aniq ekadigan siyalka chiqqan. Turkiyadan, ko'proq Turkiyani kelyapti, boshqa davlatlarga ham bordirki, agar siz yeringiz 10 sotiq, 20 sotiq, 30 sotiq, boring 50 sotiq, boring yana 1 gektargacha bo'lsa, ana u surib ekadigan siyalkada katta texnika olib kelib burishi bor, boshqasi bor, qiynalasiz. Lekin agar yeringiz gektardan oshiq 2 gektar, 3 gektar bo'ladigan bo'lsa, biz hozir mana shu kartamiz o'zi 2 gektar. Albatta katta texnikada olib kelib yaxshi siyalkada eking. Eng yaxshisi shu to'g'ri ekadigan, to'chni ekadigan, aniq ekadigan siyalkada ekkanimiz ma'qul. Davom etamiz, hozir ozuqalar qolganini qo'shamiz. Bugungi miqdorimiz apraklaym gektariga yarim kilo, Gumyork yarim litrli idish bor. Doniyor aka, ana olasiz baklashga, ona Pepsini idishda o'lchasangiz, gektariga 1 litr hisobida Gumyork qo'shamiz. Apraklaym yarim kilo qo'shdik, Gumyork 1 litr qo'shdik. Hammasini alohida ko'rsatuvni boshida aytib o'tdim. Xato qildik o'tgan safar, sal shoshildik. Bu safar bugungi kunda o'sha xatomizni to'g'rilaymiz. Mana o'sha traktor, o'tgan safargi traktorimiz. Makkalarimiz. Sizlarga tavsiya, o'simliklarda himoya qilish vositalari bo'ladimi yoki o'simliklarni rivojlantiruvchi stimulyatorlar bo'ladimi? Hammasini alohida mana bu katta bochkaga qo'shganingiz ma'qul. Alohida qo'shyapmiz bu safar. O'tgan safar hammasini to'g'ridan to'g'ri katta bochkaga qo'shgandik.
Hozir mana bu ariqdan kelgan hovuzimizga yig'ilgan suvdan to'ldiryapmiz bochkani. Tog'dan kelayotgan suvlarda, ariqdan kelayotgan suvlarda pH yuqori bo'ladi, 8 dan baland bo'ladigan bo'lsa, ekinlarimiz o'zlashtirishi juda qiyin. Shelatal tarkibi azot kislotalaridan tayyorlangan, pHni tushirib beradi, pHni me'yorga tushiradi. Nimaga beryapmiz? Bu bochkaga hozir 3 ta o'simliklarni rivojlantiruvchi stimulyator sepyapmiz va 2 ta himoya qilish vositalari sepyapmiz. pHni normallashtirishimiz kerak. Buni vazifasi pHni normallashtirib beradi. Normallashtirganda nima bo'ladi? Normallashtirganda mana bu pH tushgandan keyin 7 atrofiga tushgandan keyin barg orqali o'simliklarga rivojlantiruvchi stimulyatorlarimiz berganimizda o'zlashtirishi yaxshi bo'ladi. O'zlashtirishi yaxshi bo'ladi va mana bu hozir ko'rib turibsizlar, 3 xil rivojlantiruvchilar aytyapman, 2 xil himoya qilish vositalari sepyapmiz. Bunda bir-biriga reaksiyaga kirish ehtimolligi bor. Shelatalni yana bitta zo'r tomoni bir-biriga ko'p ham reaksiya qilib kirishib ketgani, bir-biriga qarshi effekt bergani qo'ymaydi. Demak, ikkita sababi bor. Asosiy sababi hozir pHimizni pasaytirib me'yorga tushiradi. Me'yorga tushirgandan keyin ozuqalarni ekinlarimiz o'zlashtirishi yaxshi bo'ladi va bir-biriga himoya qilish vositalari yoki ozuqalarni bir-biriga ko'p ham reaksiya qilib ta'sirini kesgani qo'ymaydi. Shu maqsadda hozir bir bachogimizga yarim litr yetadi. Lekin endi hozir biz 300 litrdan sepyapmiz. Hozir 300 litrga ham yarim litr qo'shamiz. 600 litr suvimizga 1 litr qo'shyapmiz, lekin katta dala maydonlari bo'lsa, yeringiz katta bo'lsa, pHni tushirish maqsadida bitta bachogingizga 500 litr, 600 litrga yarim litr qo'shsangiz, samaradorligi yaxshi bo'ladi. Biz 1 litrgacha qo'shyapmiz. Shelatalni qo'shdik, pHni tushirgani, davom etamiz yana. Tagida qolmadimi Doniyor aka? Bitta ko'rsatingchi, paqirda suv qo'shaveramiz agar qolganmiz mana. To'liq eribdi Doniyor aka. Shunday qilib eritib hammasini alohida qo'shasizlar. Shunda bir-biriga reaksiyaga uncha kirishmaydi, keyin ta'sir qilishi yaxshiroq bo'ladi. Texnikada dori sepilar deb tavsiya qilayotganim sababi bunaqa barglarni yaxshilab turka sepadi, yerlarga ham qisman tegadi-da. Iloji boricha texnikada sepish kerak, agar imkoniyat bo'lsa, katta dalalarda. Agar dalalaringizda go'ngni iloji bo'lsa, go'ngni to'g'ridan to'g'ri berib bo'lmaydi, yama qilib mana bu joyga reja qilyapmiz, yama qilib mana shu go'nglarda ozgina karbamid qo'shamiz yoki azot qo'shamiz, qurtlarga qarshi dori qo'shib, bu yerda ustini yo o't bilan yo quyoshdan himoya qiladigan setka bilan yopib, shu suvda, bu suvda emas, keyinchalik sulton chiqarganda namlikni saqlab turish kerak. Sulton chiqarish payti changlanish davri hisoblanadi. Keyingi dasturlarda to'liq ma'lumot berib o'taman inshaalloh u haqida. Hozir reja qilyapmiz go'ngni, mana bu go'ngni. Hozir naryoqda bu dalamizga, keyin naryoqda yana bitta dalamiz bor. Hozir ko'rsataman dalani ham. Bu dalamiz 50 sotixlik dala, narigi dala pomidorni naryoqda 80 sotixlik dala edi. Mana shu yerdan yama qilib, balkim go'ngni solib, karbamid qo'shib, qurtga qarshi dori qo'shib, hozir azot berib sug'oramiz. Hozirgi reja. Xo'p, 13-may kuni sizlarga ko'rsatuvdik. Yaqinroq keling. Yaqinroq keling. Mana bu chopiqlarni qilib oldik, o'rtoqlar. Yozgan ekansizlar izohlarda. Rahmat izoh yozganlarga. O't bostirib qo'yasiz-ku, tezroq gerbisid seping. Chopiq qildik. Mana bugun sizlarga ko'rsatganimizda o'sha reportaj aynan mana shu joydan olingandi. 13-may edi, bugun 18-may, 5 kun bo'ldi. Bu yerda narigi tomondagi 50 sotiqni chopdik. Narigi tomonda katta 2 gektarlik dalamizda qizlar chopiqlarni qilyapti. Xudoga shukr o'tdan chiqarib oldik, hijolat bo'lmanglar, lekin o'zimiz aytgan rejaga binoan mana shu paytgacha imkoniyat bo'lsa ikkinchi ozuqasini ham berish kerak edi. Kechikib ketdik. Hozir gektarga 300 kilodan azotini beramiz. Undan keyin ariqning ichidan sug'organimizdan keyin katta ehtimol traktor kirolmasa kerak. Ariqning ichidan karbamidini beramiz. Chopiqdan chiqarib oldik. Xarajat bo'ldi qo'shimcha chopiq. Ayollar hozir bir kunda 120 ming ishlayapti. Yo'l kirasi bor 10 ming kelishi, 10 ming ketishi 140 ming. Tushligi bor, taxminan 15 ming, 20 mingga aylanyapti tushligi ham. Demak, bitta ayollarning narxi 160 ming so'mga aylanyapti. Endi gerbisid sepib, bu natijasini kutib, boshqa qilguncha o'tgan safargi
ikkinchi, uchinchi qismlarini ko'rasizlar. Bu 4-qism bo'lib chiqadi. Tushuntirib o'tdim. Ko'p vaqt ketadi, ishlov qilib bo'lmaydi. Shuning uchun choptirdik. Xarajat ko'p bo'ldi, lekin xarajatlarni keyingi qismda balkim bafurja yoritaman. Chopib, chiroyli qilib oldik. Endi hozirgi asosiy masala azotini berib tezroq sug'orib, keyingi qurtlarga qarshi himoya qilish vositalari va o'simliklarni rivojlantiruvchi stimulyatorlarni sepishimiz kerak. 18-may 2026-yil Uzun tumanidagi dala maydonimizda. Yana agar sizlarga yoritmagan, ma'lumot berilmagan biror ma'lumotlar bo'lsa aytib o'tasizlar. Hali yuqorida aytib o'tdim. 6 barg bo'lganda makkajo'xori qancha bo'yi o'sishini, qancha sotasi katta bo'lishini, diametri necha bo'lishini, sotasini kattaligi necha bo'lishini aniq dasturini oladi. Imkoniyat darajasida yerga amafos kalilarni bergan bo'lsangiz, narigi tomondagi makkamizga mayda bo'lgan holatda azotini, birinchi azotini berib, kattaroq bo'lgan holatda keyingisiga karbamidini berib, tezroq ozuqalarni berish kerak. Bu o'sha dastur olganda hozirgi holatdan kelib chiqib, yerdagi atrofidagi ozuqasini holatidan kelib chiqib dasturini oladi. Shuning uchun keyin bergan ozuqalar kamroq foyda qiladi. Foyda qilmaydi deya olmaymiz. Kamroq foyda qiladi. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Yana qanaqadir savollar bo'lsa izohlarda yozinglar. Hozir shoshinishda sizlarga shu ma'lumotlarni qildik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.